Jigar. Mana shashigani qarang. Bitta like bosib yuboring. Mana shu 150 gram chiqadi. O'g'irligini qarang. Do'lon aka, ko'tarib ko'ryapsiz shashigani aka. O'g'irligini qarang bularni. Jigar mana. Chempion qiyma deganda qaysi tushunardi? Mana bular tushunadi. 140 gram. Orsundoq dumaloq qiymali jigar. Shanba kunga ham Xolasi mana 21-mart kuni Navro'z bayramida qo'limizdan kelgancha eng kam kuchimizdan ishlatib xalqimizga shashlik yetkazib berdik. Ertaga ham yakshanba kunida hammanglarni kutib qolamiz jigarlar. Xudo xohlasa dam olish kunida bizda dam yo'q. Bizda polniy mehnat. Maxsus jazani qarang. Ketadi-yu. Bitta like kitob shuna bosib oling. Qarang, yo'qsiz jazimizdan narxi 23 ming. Qo'y go'shti 23 ming. Qiymalarimizni bilasiz 20 ming. Bitta mol go'shti bor ekan 21 ming. Hamda ana jigarlarimiz da bor. Dumbaga 17 ming so'm. Hammasi mazalari juda ham aloda, juda ham shirin. Agar siz nobog'da savdor kabinasiga kelib shashlik yolmasangiz, biz sizga olasiz yangi yo'lingizda bo'lsangiz yetkazib ham beramiz. Bozorda savdo qilsangiz yoqqa yetkazib beramiz. Faqat shashlik zakaz qilayotganda ozgina vaqtga zakaz qiling, chunki kishini o'ziga ham 15-20 minut vaqt ketib qoladi. Unda sizda olgan zakazlar ko'p bo'lishi mumkin. Shuning uchun ozgina vaqtga zakaz qilasiz, sizga qaynoqqina issiqqina bo'lib boradi. Ozgina sabrli bo'ling, savdor kabinasidan mazali shashliklarni maza qiling sizga.